Tungi paytda Gentra rusumli avtoulov haydovchisi o'zboshimchalik bilan yasama davlat raqam belgilarini taqib olib, shahar ko'chalari bo'ylab qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etganligi sababli ushbu qoidabuzar haydovchi, shovvozlar va transport vositasi topildi. Mana bu nomerni olib, men o'ylagandimki, GAI xodimlari meni topolmaydi deb. Qadarga tushmayman deb. Lekin men katta xato qilibman. GAI xodimlari mana meni topishdi, menga chora ko'rishyapti. Lukdan palkani ko'tardim, shu videoga oldim, podpiska qilish uchun Instagramga. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida bu kabi qo'pol qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi, uning o'rtog'i hamda transport vositasi topilib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Soat 2 da uydan chiqdim. Yasama davlat raqamini biz Instagram saytidan 450 mingga zakaz qildik. Bizlar ketdik 4 kishi bo'lib, Jo'ram dediki, bulvarga hayda zo'r ish qilamiz. Prosmotr yig'adi, Instagramga qo'yamiz. Qaram-qarshi yo'lda harakatlanib, mashinalarni ustiga haydadik. Lukni ochib berdim Jo'ramga. U jezelni olib, mashinaning ustiga nima qilib, jezelni mana bunday qilib o'ynatdi. 4 ta qizil chiroqdan o'tib ketdik. Men rushnikni tortib, avtoulovni drift holatiga nima qildim. Bir kun o'tdi, Jo'ramning telefonidan men o'zimga u videolarni yuklab oldim. Keyin Instagram kanal ochib, unga boshladim. Mana bu nomerni olib, men o'ylagandimki, GAI xodimlari meni topolmaydi deb. Qadarga tushmayman deb. Lekin men katta xato qilibman. GAI xodimlari mana meni topishdi, menga chora ko'rishyapti. Mana menga o'xshab, mana bunaqa nomerlar taqib, drift qiladigan haydovchilarga aytaman, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadiganlarga. Bunaqa ishni qilmang. Mana oxiri mana shu yergacha olib keladi. Baribir GAI xodimlari sizlarni topadi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hammangizdan uzr so'rayman. Palka oldik, keyin bulvarga bordik, lukni ochdim. Men lukdan palkani ko'tardim, shu videoga oldim, podpiska qilish uchun Instagramga va bu ishimdan afsusdaman. Oxiri shu yergacha olib keladi.